Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar. Uzun market ekotizimi haqida gaplashamiz. Bu suhbatimizdan oldin kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormasligi uchun. Aytgancha sizda savol tug'ilgan bo'lsa, albatta kommentariyada qoldirishingiz mumkin va biz sizga aloqaga chiqib yordam berishga shaymiz. Bilarmidingiz, Uzum ekotizimi atigi bir necha yilda O'zbekistonning eng yirik texnologik kompaniyalaridan biriga aylandi. Uzum platformasida 2022-yildan boshlab juda tez rivojlana boshladi. Bugungi kunda esa uning xizmatlaridan 20 milliondan ortiq foydalanuvchi foydalanmoqda hozirgi kunda. Uzumning tez o'sishiga sabab ekotizim modeli, ya'ni bir nechta xizmatlar bitta platformada ishlaydi. Uzum marketplace, Uzum bank moliyaviy xizmatlar, Uzum nasiya bo'lib to'lash xizmatlari, Uzum logistika yetkazib berish xizmatlari. Natijada mijozlar mahsulot tanlaydi, to'lov qiladi va tez yetkazib oladi va hammasi bitta ilova orqali bajariladi. Shu sabab Uzum ekotizimi mamlakatdagi eng tez o'sayotgan digital platformaga aylandi. Agar siz ham Uzum marketda savdo boshlamoqchi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun. Endi Uzum marketni boshlayotgan do'stingiz bo'lsa, bu videoni ularga yuborib qo'yishingiz mumkin.